Assalomu alaykum hurmatli qozog'istonliklar va Qozog'istonga tashrif buyurgan barcha bizni taniydigan insonlar hammalaringizga rahmat. Qatnashish uchun rahmat va bizni internetda kuzatib turgan har bitta tomoshabinga alohida rahmat aytaman va bu joyga kelish men uchun boshqa qo'rqinchli bo'lgan. Keyin mana trenerlarim Shohruh Usmonov, Mirzatilla Muhammadullo Azizbek va o'sha Cowboy Fight klubda yana aka ko'pchilik bor. Mana shu insoniyatda qadr joqlarda shular meni tuxum ko'targan odamlar. Va menga patishga bergan shu Cowboy Fight klub va 5 million bo'lingizga alohida rahmat. Endi 2 million uyim bor endi. Xabar va bizni aka va odam qatorida ko'rib xo'p deganingiz uchun sizga ham alohida rahmat. Alashbek menga yoqdi. Zo'r. Rahmat. Alashbek ligasi prezidenti Alimjon Bektayev. Murod, assalomu alaykum Turkiston. Qalay onavatman? Hali anda qiziq chekpa-cheklar bor. Yilmurod Sagan bizden hozir o'tirib adem ideya keldi. Bizda o'zlaringizning Qozog'istonda Mansar million ullaringiz bilan chekpa-chekga. Qalay qaraysizlar?